Prezident maktabiga tayyorgarlik ko'rayotgan o'quvchi oson savollarni ishlayverishni bas qil. Imtihon savollari sen o'ylagandan ancha qiyinroq. Xuddi ushbu kitobdagidek. Qo'limdagi kitob Kemaning matematika darsiga va bu kitobdan aynan imtihondan yuqori ball olmoqchi bo'lgan o'quvchilar foydalanadi. Darslik natural sonlardan boshlab 3 o'lchamli shakllargacha imtihonda tushishi kerak bo'lgan 66 ta mavzuni va aynan imtihon formatidagi 4000 ga yaqin savolni o'z ichiga olgan. Kitobning yangi nashrida har bir mavzu uchun mashqlar, sinf ishi uchun 10 ta test va kitobning ikkinchi yarmida uyga vazifa uchun 20 ta test berilgan. Har bir mavzuda iqtidorli o'quvchilar uchun alohida savollar qo'shilgan. Sizga bitta sirni ochaman. O'tgan yili imtihonga kirib chiqqan o'quvchilarning aytishi bo'yicha imtihondagi savollar aynan mana shu kitobdagi savollarga juda ham o'xshash. Va biz yangi nashrda kitobni yana imtihonda tushishi mumkin bo'lgan savollar bilan boyitdik. Ushbu darslikni respublikaning istalgan kitob do'konlaridan topishingiz mumkin.